Jarimalarni to'lash oson, lekin to'lab qo'yilgan noqonuniy jarimalarni qaytarish qiyin. Amaliyotda ko'ryapmizki, misol uchun GAI jarima bo'ladimi yoki soliq jarima bo'ladimi yoki har qanday jarimalarni siz birgina ilova orqali to'lashingiz mumkin. Misol uchun ROT 24 ga keladi yoki SafeRoad ga keladi. Xohlagan odam uni to'lashi mumkin. Lekin amaliyotda sud orqali siz ushbu qarorni noqonuniy ekanligini bilib, sudga murojaat qilib uni bekor qildirsangiz, mabodo siz sudlashayotgan davrda to'lab qo'ygan bo'lsangiz, demak qaror bekor bo'lsa, demak to'lab qo'yilgan pulni qaytarish masalasi birozgina qiyinroq, ya'ni yugurib ko'proq. Ya'ni siz to'lab qo'yilgan pulni qaytarish uchun ushbu puldan ko'proq resurs sarf qilishingizga olib keladi, ya'ni qiyinlashtirib qo'yilgan. Buni albatta soddalashtirish kerak. Birgina ilova orqali, demak, pul to'lash osonlashyaptimi? Demak, pulni qaytarish ham osonlashtirish kerak, ya'ni fuqarolarga qulaylashtirish kerak buni. Demak, yuqori turuvchi tashkilotlardan mana shu holatlarga e'tibor qaratib, albatta noqonuniy jarimaga tushgan va shu orqali to'lovlarni amalga oshirgan fuqarolarga pullarni qaytarish masalasini osonlashtirish kerak deb hisoblayman.